Eshitdinglarmi, Yaponiya mana sovg'aga rollar berishayotgan ekan. Hozir sizlarga batafsil aytib beraman. Erim sushi rollarni yaxshi ko'rganlari uchun skidka bo'layotganini eshitib, tezda zakaz qildim. Yaponiya mamada 250 ming so'mdan oshgan zakazingiz uchun mini rollarni sovg'aga berishayotgan ekan. Agarda joyiga borib yeydigan bo'lsangiz, 350 ming so'mdan oshgan zakazingiz uchun Max rollarni sovg'a sifatida sizga berishar ekan. Bu aksiya 31-oktyabrgacha davom etadi. Undan tashqari, agarda siz Yaponiya Mama Bot yoki Yaponiya Mama oilaviy priложение orqali zakaz qiladigan bo'lsangiz, mani promokodim orqali, Sofiya promokodi orqali 20% skidkaga ega bo'lasiz. 20% skidkadan foydalanib zakaz qilsangiz bo'ladi. Bu aksiya 30-noyabrgacha davom etadi. Bu videoni kim sizga sushi olib berish kerak bo'lsa, o'sha odamga tezda yuborib qo'ying va mazza qilib skidkadan foydalanib, sovg'alarni olib, Yaponiya Mamadan sushi rollarni xarid qiling.